Assalomu alaykum barchaga. Bizda mana biologiya fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat savolida, mart oyida bo'lib o'tgan milliy sertifikat savolida, ya'ni o'sha birinchi kun, birinchi smenaga tushgan savol bor edi. Ya'ni bunda 4 ta organizmda tuxum hujayrasida hosil bo'lgan xromosomalar yig'indisiga doir bo'lgan masala tushdi. Xuddi shunga o'xshash masala bizda mana milliy sertifikat to'plami, ya'ni Shahriyor Davronov tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha milliy sertifikat to'plamida bunga o'xshash savol ishlab ko'rib o'tgan edik. Bu to'plamni juda ko'plab abituriyentlarimiz bilishadi. Savollar juda mukammal, yaxshi tuzilgan. Demak, xuddi shunga o'xshash savolni milliy sertifikatda mana shu to'plamda ko'rib o'tgan edik. Faqat bizda mart oyida tushgan savol bilan milliy sertifikat to'plamidagi savolning farqli tomoni, milliy sertifikat to'plamida organizmlar soni 5 ta, bizda mart oyida bo'lib o'tgan testimizda esa 4 ta organizm misolda tushgan edi. Demak, masalani ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizda 41-savolda aytayaptiki, Kamchatka krabi, dingo iti, baqa, o'rdak burun, laqqa baliqlarning tuxum hujayrasidagi xromosomalar yig'indisi 234 ga teng. Kamchatka krabi meyoz bo'linishining anafaza 2 davrida xromosomalar soni laqqa baliqning mitozni anafaza davridagi xromosomalar soniga teng. Dingo itining mitozni metafazasidagi xromosomalar soni baqaning J2 davridagi xromosomalar sonidan 3 marta ko'p. Laqqa baliqning mitoz anafazasidagi xromosomalar soni o'rdak burun meyoz bo'linishining anafaza 1 davridagi xromosomalar sonidan 4 marta ko'p. Baqaning mitoz profazasidagi xromosomalar soni o'rdak burun meyoz anafaza 1 davridagi xromosomalar sonidan 2 marta kam. Demak, bunga o'xshagan masalalarni ishlash uchun biz dastlab nazariyamizda berib o'tilgan mitoz jarayonlari, mitozni bo'linishi, meyoz jarayonlari, meyoz 1, meyoz 2 va ularning boshlanishidagi interfaza jarayonlaridagi xromosoma holatlarini bilib olishimiz kerak. Ana endi bizda masalamizni ishlaganimizda 5 ta organizm, krab, dingo iti, baqa, o'rdak burun va laqqa baliq 5 ta organizm berib o'tilgan va bu organizmlardagi tuxum hujayralar, biz bilamizki, tuxum hujayra deyilganda xromosoma holati gaploid, ya'ni n to'plamga ega. 5 ta organizmda tuxum hujayralar holati n to'plam bo'lib va 5 ta organizmdagi jami tuxum hujayrasida xromosomalar 234 taga teng ekan. Endi bu masalani ishlaganimizda organizmdan yozib oldik va har biriga o'zimiz harf beramiz. A, B, C, D, Y. Endi men o'zimga moslab harf berdim, sizlar o'zlaringizga moslab harf bersangizlar bo'ladi. Xuddi shunday holatda belgilab olamiz va bu belgilab olgan harflarimiz, bitta narsani esdan chiqarmang, xromosoma n to'plamga ega bo'lgan harflar, ya'ni gaploid holatdagi harflar. Ana endi 2n diploid holatda bo'lsa, bularning oldiga 2 yoki 4 tetraploid holatda bo'lsa 4 sonini qo'yib chiqamiz. Endi bizga masalamiz shart aytayaptiki, Kamchatka krabining meyoz bo'linishining anafaza 2 davrida. Biz bilamiz, Kamchatka krabi meyoz bo'linish anafaza 2 davrida xromosoma 2n holatda bo'ladi. Ya'ni 2a teng ekan bizga xromosoma laqqa baliqning mitozni anafaza davrida. Mitozni anafazasida xromosomalar holati 4n ko'rinishda bo'ladi. Demak, biz krabni a deb belgilab oldik. 2a teng ekan, laqqa baliqni mana bu yerda y holatda belgilaganmiz. Ya'ni 4y ga teng ekan. Demak, 2a teng 4y. Dingo itini ham xuddi shunday, bu yerda dingo iti aytib o'tilgan mitozni metafaza davrida. Metafaza davrida xromosoma holati 2n to'plamga ega bo'ladi. Demak, 2b deb belgilab oldik va baqaning J2 davridagi xromosomalar sonidan 3 marta ko'p. Baqani S holida olganmiz, J2 davrida xromosoma holati 2n to'plamga ega va undan 3 marta ko'p desa, demak 2 ni 3 ga ko'paytiramiz, 6s ga teng ekan. Demak, dingo itida 2b tenglik 6s ga. Xuddi shunday baqada ham aytayapti. Endi baqada bizga aytayaptiki, keyingi shartida laqqa baliqning mitoz anafazasida xromosomalar soni. Laqqa baliqni Y deb olganmiz. Mitozni anafazasida 4n holati bo'lgani uchun 4y deb oldik va o'rdak burun meyoz bo'linishining anafaza 1 davridagi xromosoma sonidan 4 marta ko'p. O'rdak burunni mitozning anafaza 1 davrida, ya'ni meyozni anafaza 1 davrida xromosoma holati 2n. Shundan 4 marta ko'p desa, demak 8d ga teng bo'ladi. Keyingisi baqaning mitoz profazasida xromosomalar soni o'rdak burun anafaza, ya'ni meyozning anafaza 1 davridagi xromosomalardan 2 marta ko'p. Demak, baqaning mitoz jarayonida mana keyingi shartda 2d holati, o'rdak burunda 2d holatimiz, mitoz jarayonida 2n holatda, 4s holatda baqada anafaza 1 davridan 2 marta ko'p. Demak, 4s holatiga teng ekan. Xuddi shunday shartni tuzib oldik. Endi
shartni tuzib olganimizdan keyin bu qiymatlarni bir-biriga moslashtirib olamiz. Bir-biriga moslashtirib, ya'ni qisqartirib olganimizda ikkalasini ham 2 ga qisqartirsak A teng 2Y ga. Buni ham 2 ga qisqartirsak B teng 3C ga. Bularni qisqartirsak 8 ga bo'lib yuboramiz. Sababi hozir bizga hisob kitobga biroz qulayroq, aniq bitta songa keltirib olishimiz uchun 8 ga qisqartirib yuborsak D tenglik 0.5Y ga bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday 2 ga qisqartirib yuboramiz. D tenglik 2C ga. C ni o'zi aytayaptiki, mana 0.5Y ga tenglashtirib oldik. C ni 0.25Y ga kelishtirib olamiz, tenglashtirib olamiz. Endi biz B tenglik 3C dedik, C qiymatimiz 0.25Y ga teng ekan. Demak, 3 ga ko'paytirsak B tenglik 0.75Y ga. E'tibor beradigan bo'lsak, barcha qiymatlarni Y holatiga keltirib moslashtirib olyapmiz. A tenglik 2Y ga, B tenglik 0.75Y ga, D tenglik 0.5Y ga, yana D ni o'zi 2C ga teng bo'lyapti. C bizga qanday qiymat dedik? 0.25. Buni 0.25 ga moslashtirib oladigan bo'lsak agar 0.5Y qiymat bo'ladi. C ni o'zi 0.25Y. Ana endi bizda tuxum hujayralaridagi barcha organizmlar, 5 ta organizmlar tuxum hujayrada xromosomalar soni 234 ga teng edi. Demak, A, B, C, D, Y ko'rinishda 5 ta organizmni olgan edik. Yig'indi 234. Demak, A nechaga teng bo'ldi? 2Y ga. B 0.75Y ga, C tenglik 0.25, D tenglik 0.5, Y ni o'zi. Ana endi mana shu qiymatlarni qo'shganimizda 234 bo'lish kerak ekan. Qo'shib, aniq sonlarni noaniq sonlarga bo'lib hisoblaganimizda Y tenglik 52 ga, ya'ni laqqa baliqni tuxum hujayrasidagi xromosomalar soni 52 taga teng ekan. Ana endi laqqa baliqni aniqlab olgan bo'lsak, bu tomoni berilgan qiymatlardan foydalanib barcha organizmlardagi tuxum hujayrasidagi xromosomalar sonini topib olsak bo'ladi. Endi masalamizda 3 ta sharti bor ekan. Demak, A shartida o'rdak burun somatik hujayrasidagi avtosomalar sonini aniqlang. Bizda o'rdak burunda N holati, ya'ni jinsiy hujayrasida 26 ta xromosomasi mavjud ekan. Somatik hujayra bilamiz, jinsiy xromosomaga nisbatan 2 barobar ko'p. 26 ta xromosomaga ega bo'lgan organizm 2 ga ko'paytirsak, somatik hujayrasida 52 ta xromosoma bo'ladi. Avtosoma xromosomasi deyilganda bizda umumiy xromosomalardan 2 ni ayirib tashlaymiz. Demak, avtosomasi 50 ta ekan o'rdak burunda. Bu A sharti bo'ldi. B shartiga baqa ovogonilardagi DNKlar sonini aniqlang. Baqada N to'plami bizga 13 ta, DNK soni 2 marta ko'p bo'lganligi sababli 13 ni 2 ga ko'paytiramiz. Baqada ovogonilarda 26 ta DNK mavjud ekan. Keyingisi oxirgi C shartida laqqa baliqning spermatidalaridagi xromosomalar sonini aniqlang. Laqqa baliqda N to'plami 52 ta, spermatidada ham xuddi shunday 52 ta xromosomasi bo'ladi. Demak, 3 ta shart ham to'liq bajarildi. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan masalalarni, murakkab masalalarning yechimlari kerak yoki kimnidir qiziqtiradigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Biz yanada bundan ham murakkabroq bo'lgan masalalarni ishlab sizga taqdim etamiz.